boshima bilan yana disk bor edi, Moskvaga tushgan. Artiko. Nu anaqa bo'yningizda ham unaqa muammoli narsa yo'q. So'llikdan tinglab chiqadigan yo'llari ham ochiq, o'ngi ham, chapi ham. Orqa miyani o'zida ham kanalda yetarli joy bor. Xullas, men hech qanaqa grija ko'rmayman. Diskingizda 3 bilan 4 bilan 5 bo'yin o'tkazsa diskda ozroq o'zgarish bor. Grija bo'lib chiqib ezib qo'ygan joylari yo'q. Boshda qaysi qismida og'riq ko'proq? Shu orqa tomonda. Ko'zingiz ko'rish qanaqa? Shu rosa pasayib ketdi, zreniya. Nimaga zira ochki taqmayapsiz? Taqyapman. Necha? 7,5. Gormonal narxlari yo'q. Gormonlar yaxshi. Tuqqanmisiz? Ha, ikkita bolam bor. Necha yosh kichkinasiz? Kimdan? Yerimdan. Yirik. Kichkina bola. Kichkina. Necha yosh kichkinasi deb nima o'g'lim 9-da, 15 yosh. Shu zreniyam pastlab ketdi, juda pastlab ketdi. Kista. Nima kista? Nima qilgan bor eskisi. Anaqa ko'rinish kerak. Bu xullas og'riq. Bo'yin orqa tarafida og'riq. Bo'yin orqasiga ham beradi. Men buni bilmasdim. Shu Moskvada ishlab yurib, daveniyam ko'tarilaverdi. 3 kun ukol oldim, magneziya shunaqalar olib, ishga chiqsam, ashita yana ko'tarildi. Lipomami, nima bor? Keyin borsam nima deydi? Sonda shuni yo'q. Nima qiling, MRTga tushing dedi, shunda aytdi, grija deb. Keyin u yerda ham neyroxirurgga ko'rindi. Ko'rinsam, voy, hijolat bo'lmang, unaqa emas, sizga yorilib strashniy emas, просто sovuqqanmi deymanda, sovuq shamol kelib shu yerimga tegadi. U anaqa qilishingiz kerak. Nima, siz ovqat tayyorlaysizmi bitta? Ha, ovqat tayyorlayman. Postoyanno bosh bo'yin egib turadi. Vaqtida endi mana 2 yildan beri ishim yaxshi yengillab qoldi. Ko'p unaqa turmayman. Vaqtida turganimizda 14 soatda mana qilib turardim. O'shani hisobidan. Nu qarang, anaqa qilish kerak. Bo'yinning gimnastikasi bilan shug'ullanishingiz kerak. Prosta sizda muammoingizni yechimi dori koldan emasda. Agar muammoni yechimini dori koldan qilib bersangiz, unda hal bo'lmaydi. Men maslahatim bo'yinning gimnastikasini regularni qilish kerak. Kuniga 2 mahal kamida, bo'lmasa 3-4 mahal. Bo'yin gimnastikasi bilan shug'ullansangiz, bu o'tib ketadi bu narsa. Chunki realni muammoni o'zi yo'q. Prosta gimnastika bilan aktivni shug'ullaning, bo'yinniki bilan. Nima, kecha kuni uyda skori chaqirdik, 180 ga chiqqan davleniya. O, bas bo'yningizda og'rishini ko'proq sababi o'sha ishingiz bilan bog'liq. Uni gimnastika qilsangiz o'tib ketadi u narsa. Faqat uni muntazam qilish kerak-da. Bir kun qilmasdan. Ha, internetda bor. Men nomerim bor sizda. Nomerim bo'lsa, anaqa bor. Telegram kanal bor. Telegramimizni ochib bering. Telegram kanalda o'sha bo'yinning gimnastikasi bor. Kanalga ulab qo'ydim, mana shu bo'yinning gimnastikasi bor. Shu bo'yinning gimnastikasini shug'ullanish kerak. Kuniga 2-3 mahal qilib yursangiz, o'tib ketadi. Dori-kol bilan nima emas, hal bo'lmaydi muammongiz. Prosta gimnastikani regularni shug'ullaning bo'ldi. O'zim davleniya bir может возрастный nima bo'lishi mumkin shu nima. Ya, o'sha gormonlarni bitta tekshirib qo'ying-da yana. Gormonal narxlari bo'lsa ham davleniya o'ynaydi. Bo'pti, xo'p, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Sterit qo'yib qo'yishdimi? Yaxshimisiz? Tayyormisiz? Bo'ladi, 70 bir. Kechak. Vez qancha edi? 137. Zavtrak qilmadingiz-a? Ovqatlanmay turing. Xo'p, suv ichib turing ko'p-ko'p. Assalomu alaykum. Bola qalaysiz? Oyoqlarni ishlading, to'pig'izda. Yaxshi, zo'r. Asosiy operatsiyadan oldingi bezda qilgan og'rig'ingiz ketdimi? Ha. Yaxshi. MRT'ni ham ko'rdim, yaxshi, zo'r. Ertalab tushgan MRT'da.
Rejimni tushuntirishdimi sizga? Ha? Nima bir oy qanaqa rejim saqlash tushuntirishdimi? Ha, mana uni yotganingga eshikda shuni aytyapsiz. Nada o'shani? Eshikda aylaysiz, sana Siz Toshkentda bo'lasizmi, ketasizmi Olmataga? Yo'q, Toshkentga. Toshkentga bo'lasiz. Agar Toshkentda bo'lsangiz yaxshi. O'sha o'g'lingiz kelsa o'g'lingizga tushuntiramiz yana, xo'p? Birinchi hozirdan o'shani tayyorlash kerak, ikkinchi operatsionniki, keyin xonani tayyorlasa bo'lar bo'yinda. Ha, 13 mi? 13midi? Yo, 12. Rahimova. Xo'sh. 2 3 bitta naqa qilib, yana keyin orada bo'yinni olsa bo'ladi-da. O'shanda dollarda 5 ta. Mana qoldi hammasi. Yo'q, to'g'ri, 5 ta bor. Mana shu ketma-ketlik.